bitta ular. O tepada Bitta turibdi yozib ekan. yuboring, men sizga model berib beraman, qori. Tepada, tepada turibdi ekan, ikkita yozgani. Menda u yo'qolib qolibdi-da, Doniyor bey. Madina opa, alamim bor deganini chiqyapti xolos, u yog'i chiqmayapti. Madina opa kimda alami bor ediki? Sizda alam bor ekan. Murod akasi kim bilan Bozor va kichkina. bahli bo'ladi, men qayerdan bilaman. O'sha mana. Alo, assalomu alaykum. Yaxshi. Ha, ishlayapmiz aka. Farg'onada? Ha. Oma aka bizniki Andijonda asakasida-yu. Ha. Bo'ldi, xo'p. Yo'q, Farg'onadan telefon qilyapman deyapsiz, ashinga. Ha, bo'ldi, xo'p bo'ladi aka, ming bor uzr, xo'p bo'ladi. Xo'p. Farg'onadan klientlar kelib o'tirib ketayotgan, men bilmayapman ekan. Qanaqa bu endi? Mashalloh, zo'r lekin, Xo'ja aka. Assalomu alaykum hammaga. Nimagano? Muhammadjon Yuldashib Zablagironoviy bo'lib ketdi. Tili anaqayroq ekan. Tili sho'xroq ekan. Uni Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Qadrdonim, qandaysiz? Husniddin nimaga? Divona qalaysiz? Meni so'kdimi? Meni so'kaversin, nabarat telefon yelkamdagi nimalar to'kiladi gunohlar. So'kib. Bozorga kimi haq ko'tar ekan, tushunmayapman. Kim? O'sha Qalisan zo'r. Kim bilan yozishyapti? Ana qiz erkak kishini senlar. O'shanga hayronman. Ulug'bek aka, Tojikistondanmi? Akajon, chiqadi, salovat so'zi, cho'kadi akajon. Xonai hammasi yaxshi. Bu boshlandi. Odamlar kechagi emas, sevganlarimizni, suyganlarimiz bor. Men tinchlik, omonlik, o'zingiz yaxshimisiz? Husniddin. Qora ko'zam zerikib qolibdi, qo'shiq aytishni boshladi. Madina opa bilan kelishib oldim bular. iPhone'da holat qilib qo'ygan joyini Ay yo'q, hamma bir-birini. holatni alishtirib berib O'zim Ro'zidan keyin borib kelasiz shekilliga, Madina opani oldiga bir ko'rganim. Menmi? Hozir aka bir. Men inshaalloh ro'zadan keyin safar qilaman deb kutib turibman. Bir joylarga safar qilaman men. Doniyor bugun uxlamaysiz. Nimaga unadingiz Madina opa? Uxlamaysiz deb.